Köpünçe o'ttir yosh va yashanganlar bilan paranglashgan vaqtingizda ularning ilgirki zamonlarda hamma narsa oz, ammo barakatli edi. Hozir hamma narsa ko'p bo'lsa-mu barakati yo'q deganligini anglagan bo'lishingiz mumkin. Amaliyotda rost shunday emasmi? Sizningmi biror qatim turmushingizdan barakatning yo'qolib ketganligini his qilgan vaqtlaringiz bormi? Barakatsizlik xuddi osti teshilib ketgan teshik chelakka o'xshaydi. Chelakka qanchalik suv quysangiz quying, quygan suyingiz hamon eqib tugaydi. Acaba o teshiklar zodi nimadir? Biz bu qismda inshaalloh yo'qsullik va barakatsizlikning sabablari haqida to'xtalamiz. Birinchi, yo'qsullik sabab bo'ladigan gunohlarning eng beshida zina keladi. Suyimlik payg'ambarimiz zina yo'qsullikni tug'udi deydi. Boshqa hadis shariflarda bo'lsa, zina ko'p bo'ladigan rayonlarda o'lim, qazo va baloning ko'paydiganligi bayon qilingan. Ikkinchi, barakatsizlikning sabablarining eng cho'ngi bo'lsa, Allohga isyon qilishdir. Allohning elchisi suyimlik payg'ambarimiz bir hadisida bir banda qilgan gunohi sababli rizqdan mahrum qoladi deydi. Janob Alloh Qur'oni Karimda mundaq deydi: Biz halok qilgan o shahar aholilari agar iymon etib Allohdan qo'rqqan bo'lsa, ularga osmon va zaminning barakat eshiklarini ochib etgan bo'lardik. Lekin ular yolg'on etdi. Bizmi ularning qilgan gunohlari sababli halok qildik. Barakatsizlikning uchinchi sababi bo'lsa yolg'onchilik va aldamchilikdir. Balkim birlar yolg'on etib, boshqalarni aldash orqali sirtqi ko'rinishda oz to'la manfaatga erishishi mumkin. Lekin u kishining erishgan bu manfaatlari xuddi to'xtamay yo'g'naydigan sharga o'xshaydigan bo'lib, ma'lum vaqtdan keyin hamon portlab yo'qolishga mahkum. Allohning elchisi suyimlik payg'ambarimiz bir hadisida mundaq deydi: Sotquchi va setib oluvchi to'xtamlashganda bir-biriga rostchil bo'lsa, oshkorlashga tegishlik har qanday ishni yo'shirmasdan essa, ular qilishgan soda ikkilisi uchun barakatli bo'ladi. Agar bir-biridan ma'lum bir ahvolni yo'shirsa yoki bir-biriga yolg'on essa, ular qilishgan sodaning barakati ulardan ko'tarilib ketadi. Kunimizdagi haftalik bozorlarda ishonchlik birini tepishmi tas bo'lib qelyapti. Nuqsonsiz deb olgan mahsulotlar nuqsonliq chiqyapti. Voqeaga uchirmagan deb setilgan mashinalar voqeaga uchirgan chiqyapti. Pechda echilmagan deb setib olgan mahsulotlar ishiltilgan bo'lib chiqyapti. Saqlash muddati to'shqan mahsulotlarning muddati almashtirilib, qaytadan bozorga selinyapti. Sizningcha bundaq ahvolda yanada barakat bo'lamdi? Barakat samimiylik va rostchillikdir. Rostchillik va samimiyat bilan erishgan oz bo'lgan foyda, yolg'onchilik, soxtalik va aldamchilik bilan erishgan ko'p foydadan barakatlidir. Noto'g'ri yo'l bilan tijorat qilish eng cho'ng barakatsizlikning sabablaridan biri. Noto'g'ri yo'l orqali erishgan foydaning ichiga jazoni, qimor, para orqali va mushuningga o'xshab ketadigan yo'llar orqali erishgan foydalar kiradi. Rabbimiz jazonining sirtqi ko'rinishining ko'paygandek ko'rinadiganligini, amaliyotda bo'lsa molning barakatini xo'rtib etadigan bir virusga o'xshaydiganligini tövendagi oyatda bizga bayon qiladi. Alloh jazonini vayron qiladi. Jazoni erishgan foydani yo'q qiladi. Sadiqa va zakatlar bo'lsa Alloh tarafidan barakatlantirilib ko'paytiriladi. Allohning elchisi suyimlik payg'ambarimiz noto'g'ri yo'l bilan erishilgan foydaning barakatsiz bo'lganligini mundaq bayon qiladi. Kimiki ma'lum bir molga to'g'ri yo'l bilan erishsa, uning meli barakatli bo'ladi. Kimiki noto'g'ri yo'l bilan bir molga erishsa, u kishining ahvoli xuddi yeb to'ymagan kishining ahvoliga o'xshaydi. Kunimizda insonlarning foyda manfaatlarini qo'g'dash va mulkdor bo'lish sabab bahonalar bilan hamma yerda kengri umumlashib ketgan jazoni tusini olgan muomalalarga qadamda bir uchrab turyapmiz. Shuningdek jazoni ustiga pul qo'yyapmiz yoki bo'lmasa jazonilik qarz kartalarini ishlatyapmiz. Realligimizda yuz berayotgan bu xil turdagi ishlarning hayotimizga hech qanday xayr va barakat olib kelmaydiganligi aniq. 5. Barakatsizlikning yana bir sababi bo'lsa shukr va qanoatsizlikdir. Insonlar tirishib erishganlarini faqat shukr qilish orqali qo'g'dab qola olishi mumkin. Rabbimiz bu vaqtda bizga xitob qilib mundaq deydi:
Agar shukr qilsanglar, sizlarga ehson qilgan ne'matimni ziyoda qilib beraman. Agar tuzkorlik qilsanglar, bilinglarki, mening azobim qattiqdir. Günimizdeki insonlarning berilgan ne'matlarga nisbatan ig'ir tuzkorlik va shukrsizlik ichida ekanligini ko'rib turibmiz. İnsanlar erişken ne'mat va tijoratlardagi foyda manfaatni o'zining tirishchanligi va bilimlariga bog'lab, Rabbimizning rahmat, ehsonlarini unutgan holda Rabbiga hamd va shukr etishga sal qaravotidi. Allohmu tuzkor, shukrsiz insonlarning bu qiliqlariga nisbatan ularga ato qilgan ne'mat va barakatni ulardan qaytarib elayotidi. 6. Oshko'zlik va tamoxurlikmi barakatsizlikning sabablaridan biri. Oshko'z kishining ko'zi to'yishni bilmaydi. Qo'lida qanchalik ne'mat bo'lsa-bo'lsin, texmi jiqroq bormidi deb o'ylaydi. Bu ahvol u kishini shukr va qanoatsizlik olib boradi. Allohning elchisi suyumli payg'ambarimiz yangidan musulmon bo'lgan va o'ziga hamisha mol berilishini talab qiladigan bir kishiga mundoq degan edi. Ey hakim, shu dunyo mollari bor, yeşillik va shirin ne'matlarga o'xshaydi. Kimiki bu malga oshko'zlik bilan emas, sexiylik bilan erishsa, u mal o kishi uchun barakatli bo'ladi. Kimiki u malga ko'zini tikib turib erishsa, u mal o kishi uchun barakatli bo'lmaydi. Eng cho'ng barakat sabablaridan biri bo'lsa, qanoatchanlik va ko'zi to'qliqdir. Qanoatchan kishi mayli qandoqli narsaga erishsin, erishganlarga qanoat qilishni biladi. Boshqalarning qo'lidagiga ko'zini tikmaydi. Mush sababdan Janob Alloh o kishining qo'lidagi ne'matni barakatli qilib beradi. 7. Barakatsizlikning yana bir sababi bo'lsa, pixsiqlikdir. Pixsiq kishi qo'lidagi molning tugab ketishidan ansirab, boshqalarga yaxshilik qilmagandek, melini o'zining ehtiyojlariga sarf qilishdan qo'rqadi. Ahvol mushundaq bo'lg'achqa pixsiq kishi mollarda yaxshilikni va barakatini topolmaydi. Allohning elchisi suyumli payg'ambarimiz mundoq deydi: Kishilarning sog'-salomatdan atqizgan kuni atdiganda yer yuziga ikki farishta tushadi. Bu farishtalarning biri: "Ey Alloh, melini sarf qilgan kishiga boshqa mol bergin" deb duo qiladi. Yana bir farishta bo'lsa: "Ey Alloh, pixsiqlik qilib melini qo'lida tutib olgan kishining melini yo'q qilib atgin" deb duo qiladi. Melini Alloh yo'lida sarf qilish, xayri saxovat yo'llarida xarjlash bo'lsa, molni barakatli qiladi. 8. Barakatsizlikning yana bir sababi bo'lsa, isrofchilikdir. Isrofchilik bir kishining melini o'rinsiz yerlarga xarjlashi yoki bo'lmasa, o'rinliq yerga xarjlagan taqdirdami normadan eshib ketishidir. Isrof bilan nurg'unlagan ne'matlar zoyi bo'layotadi. Buningga nisbatan isrof bilan pixsiqlik orasida tejashchanlik bilan muomala qilish kishining melini barakatli qiladi, oz narsani ko'p qiladi. 9. O'ziga tilamchilik eshigini ochgan kishiga yo'qsullik eshigi birlikda ochiladi. Tirmizining Hasan va Sahih deb rivoyat qilgan bir hadis sharifda suyumli payg'ambarimiz kimiki o'ziga bir tilamchilik eshigini ochsa, Alloh o kishiga yo'qsullik eshigini ochadi deydi. 10. Barakatsizlikning yana bir sababi bo'lsa, urug' tuqqanlar orasida sil rahimni uzishdir. Ya'ni ota-ona va yaqin urug' tuqqanlar bilan aloqani uzish. Urug' tuqqanlarning ehtiyojini ko'rmagan, faqat o'zini o'ylaydigan, ularni yo'qlamaydigan kishilarning rizqida barakat bo'lmaydi. Chunki suyumli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam kimiki rizqining barakatli bo'lishini va texmi ko'p bo'lishini umid qilsa, sil rahimni ulusun deydi. Rabbimiz qo'limizdagi har bir narsani barakatli qilib bersin. Shuningdek, barakatsizlik sabablaridan bizni yiroq qilsin. Amin.